Assalomu alaykum Abimsayf kanali obunachilar. Mana bugun 15-fevral haftaning yakshanba kuni Samarqand mashina bozoridan bugungi videorolikni boshladik. Bugun videorolikimizda Nexia 1, Nexia 2 narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Kanalga like bosinglar, obuna bo'ling. Bizda birinchi Nexia'miz 2009-yil metalik svitda. Sonistran bilan mashina. Motor haydovchilari yaxshi deyaptimi? Salonni ko'rsatamiz. Salonlardan o'rtacha holatda. Aka buni yurgan qancha? 78 ming. Mana arqa holatlari. Bagajlarni o'rtacha holatda. Krasketda kapot kriloga bor ekan. Nexia 2009. Aka bu narxi qancha ekan buni? 4 ming. Nechi pul bitta aka? 50 dollar o'tib beramiz aka. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 99lik 178 178 183. 183. Ismingiz nima? Jasur. Jasur aka, aloqa chiqasiz. Hurmatli obunachilar, keyingi mashinamiz Nexia 1 2002-yil Sonistran bilan. Aka buni motorlari yaxshimi? Motorga javob, korobka, ходовойga javob aka. Normal. Bir haydab ko'rsin, bir kun haydab keyin pulni bersin. 50% kraska bu deyaptilar. Rullari salon holati o'rtacha holatda mashina. Do'kon akalarimizda. Bundan holatlari o'rtacha. Trapan bo'lingan mashina. Mana orqa holatlari. Pul zarlagan. Strashni bilaman degan akalarga kelishtirib beradilar. Aka buni qancha deyapsiz? 27 million kelishamiz. 27 bilan kelishamiz. Aka telefon nomeri ayting. Telefon nomeri ayt. 99lik 99lik 114 114 79 47. 79 47. Ismingiz nima? Jonim. Yeni mashinamiz. Metalik sveti bilan 2009-yil. Akam polniy родной deyaptilar mashinani. Mashina Sonistran bilan motorlar. Salon holati ko'rsatib o'tamiz. Shunday do'konlardan so'ragan akalarimiz uchun. Mana holatlar. O'rtacha holatda mashina. Bolalar ham o'rtacha holatda. Kraska родной deyaptilar. Metan gaz ballonligi. Mana arqa holatlari. Hozirroq gullagan joyi bor ekan. Родной mashina. 2009. Aka qaraverasiz. Aka qancha deyapsiz uni? Buni 3,5 deyapman. Nechi pulmi kelishtirayapti? Kelishtiramiz. 3200 lar bo'ladi, ha? Aka telefon nomeringizni ayting. 91lik 91lik 536 536 0278, ha? Ismingiz nima aka? Ahmet. Ahmet aka telefon qilaverasiz. Mana keyingi mashinamiz 2015-yil Nexia 2 motor gibrid. Bolalar o'rtacha holatda uni krilo bilan va arqa karnizga kraskasi bor ekan.
ikki yarmi yurgan ekan. Salon holatlari. Shuni qani. Bitta krelo bilan orqa karnizga kraskasi bo'lyapti. O'sha metanga. Orqalar shumka qilingan ponni. Shuni normal holati. To'g'ri, nech pul deyapsiz buni? To'g'ri, nech pul deyapsiz buni? 4,5 kami bor. Nech pul bitta? 4,000 ga bitta. 4,000. Telefon nomeri ayting. 90 90 193 193 60 80. 80. Ismingiz nima? Fazliddin. Fazliddin aka aloqa chiqasiz. Keyingi mashinamiz. Ponni metallika sariqasi o'zit bo'lgan. Sonistron bo'largan motorlar. Ponni asojit bo'lganda, metallika sariq bo'lgan motorlar. Aka motorlar ishi yo'qmi? Yo'q, motor yaxshi. Qadoyi yaxshi. Radnoy, ha? Oyoq yo'q. Old orqa butun. Olib ishlatdi. Nechinchi olib. Ishlataman degan akalar uchun taksiga tayyor mashina. Salonlar holati. Ponni metallika asojit bo'lgan. Modifikatsiya akalarimizdan. Ekskisi bular. Olib. Aka bu narx qancha dedingiz? Oxiri 2300 ga beramiz. 2300 ha? Telefon nomeringizni ayting. 99 120 120 17. 1070. Ismingiz nima? Ha? Komilak. Komil akaga aloqa chiqasiz. Keyingi mashinamiz. Nexia 2 rangi oq. Ponni shumka bo'lgan. Motor hadovaga ishi yo'q deyaptilar. Motor holatlari. Sonistron bilan mashina metanga. Salonlarni ko'rsatib o'taman. Salon. Salon holatlari. Tablo almashgan dedilar, yurgan. Bilmadim qancha yurgan, tablo almashgan ekan. Hozir orqalarini ko'rsataman. Mana shu holatlarni metan bo'longan. Balon holatlari o'rtacha. Mashina. Bitta gullagan joylar bor ekan, eshiklari gullagan joylar bor ekan. Amak bu narx qancha ekan buni? Narx qancha ekan? 3700 deyapmiz. Hay, katta tushib beramiz. 3700 ha? 3300 lar bular. Ha? Narx 3300 lar. Yo'q, 3300 ga bermadim. 3300 lar. Telefon nomeri ayting. 99 lik 99 lik 449 449 79 75. 79 75. Ismingiz nima? Bahor. Bahodir aka aloqa chiqadi. Kraskasi qanday buni? Kraska pitnolar bor. Ha, bir ikkita joylari bitmalari bor. Ha, bu ham bizdan. Keyingi mashinamiz 2008-yil Nexia 1 Lux konditsioner. To'g'ri konditsioner ishlaydi, ha? Motor hadovo ishi yo'q, ha? Mana metanli mashina. Motor holati, ha. Bolalari yangi bolani qo'ygan. Ikkita oldi yangi ekan, arqa. Salon holatlari mana.
Yurgani 277 ming yurgan ekan. Bitanga mashina yoz bolalarim bor. Hozir orqalarni ko'rsatamiz. Orqalari ham radnoy. Kraska qanday buni kraska? Olla krilo bilan? Ha, fitna arqaga. Fitna bilan. Narx qancha deyapsiz? 4270. 4200. Telefon nomeri ayting. 97lik 97lik 928 928 8644. 8644. Ismingiz nima? Sherzod. Sherzodga aloqa chiqasiz. Yaxshi turdagi avtomobillarni obzor qilib berdik. Mashina. Bu motorlari yaxshimi? Motorlar zo'r aka. Motorlar javob. Shuni metanga. Kilometrlar bu. To'rtta bo'lgan yangi deyaptilar, 1000 kilometr ham yurmagan. Salon holatlarni. Ikki yarim yurgan aka. Bagajni ochib oling, ko'raylik. Holatlarni ko'rsataman. Narx holatlar. Bu asosiy bo'lganmi, radda? Radda holatda. Kraska qayerga dedingiz? Tekirlar bitmachasi. Ha, o'ng taraf, ha? Chap taraf. Ha, chap taraf. Mashina. Biror ishqozlar uchun aka, narx qancha ekan buni? 3700 aka, ozgina sinatiga o'tib beramiz. 3700. 3,5 million bo'ladi. Yo'q, 3,5 dan oshsa ozgina. 3600 atrofida. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 93lik 257 257 79 79 12. Ismingiz nima? Jahongir. Barcha xizmatlarimiz ham bor. Qanaqa mashina aka? Farqi Nexia bermi, Tekomi, Matiz. Bu puli borligin variantga bo'ladimi? Yo'q, variantga chiqarmayman. Naqd pulga. Ha, naqd pulga. Bo'ladi aka.